Pensionerlar tayyor bo'ling. 1 avgustdan boshlab pensiya, nafaqa, qo'shimcha to'lovlar, bank kartasi, hujjat va qayta hisob-kitob masalalarida e'tibor bermaslik mumkin bo'lmagan o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Men bugun sizga eng muhim narsani oddiy tilda tushuntiraman. Kimning puli oshadi, kim hujjat topshirish kerak, kim shoshilmasa ham bo'ladi, qaysi xatolar sabab odam o'ziga tegishli pulni kech oladi yoki umuman olmay qoladi. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nogironligi bor fuqarolarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga va ijtimoiy nafaqa oluvchilarga tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida men aniq qadamlarni aytaman. Qayerga borish kerak, qanday hujjat tayyorlash kerak, arizada nimani yozish kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini ham, vaqtini ham yo'qotmaydi. Avval ko'pchilik pensionerlar shunday tartibga o'rganib qolgan edi. Pensiya har oy belgilangan sanalarda bank kartasiga tushadi yoki naqd shaklda yetkaziladi. Agar davlat tomonidan oshirish bo'lsa, pensiya jamg'armasi avtomatik hisoblab beradi. Fuqaro esa alohida yugurib yurmaydi. Bu tartib hozir ham asosiy qoida sifatida saqlanadi. Lekin muammo shundaki, hamma to'lovlar ham avtomatik kelavermaydi. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar, ayrim ustamalar, qayta hisob-kitob, ish staji tasdiqlanishi, nogironlik guruhi boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha ulushlar va bank rekvizitlari masalasi hujjatga bog'liq bo'ladi. 1 avgustdan keyingi davrda pensionerlar eng avvalo 3 ta narsaga e'tibor berishi kerak. Birinchisi, asosiy pensiya yoki nafaqa miqdori qayta ko'rib chiqilganmi? Ya'ni sizga tushayotgan summa oldingi oyga nisbatan o'zgarganmi? Ikkinchisi, qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiya yoki ustamalar sizning to'yfangizga tegishlimi? Uchinchisi, pul tushish kechikmasligi uchun kartangiz, bank hisobingiz, pasport ma'lumotingiz, yashash manzilingiz va telefon raqamingiz tizimda to'g'ri turibdimi? Men ekspert sifatida eng ko'p uchraydigan holatni ko'p ko'raman. Odam pensiya oshganini eshitadi. Hamma bir xil miqdorda ko'payadi deb o'ylaydi. Keyin kartasiga kamroq pul tushsa, meni aldashdi deb xavotir qiladi. Aslida pensiya miqdori har doim bir xil oshmaydi. Kimdadir ish staji ko'proq, kimdadir kamroq, kimdir yoshga do'yib pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi. Kimdir minimal miqdorga yaqin to'lov oladi, kimdir yuqoriroq to'lov oladi. Shuning uchun bitta qo'shnining puli 120 ming so'mga oshib, ikkinchisining puli 100 ming so'mga oshishi mumkin. Bu darhol xato degani emas, lekin tekshirish kerak degani. Endi oldin qanday edi, endi nima o'zgardi degan savolga oddiy qilib javob beraman. Oldin ko'p pensionerlar faqat oylik pensiya tushishini kutar edi. Hozir esa vaziyat shuni ko'rsatmoqdaki, pensioner o'z huquqini bilmasa, qo'shimcha imkoniyatlardan bexabar qolishi mumkin. Ayrim to'lovlar pensiya bilan birga keladi, ayrimlari alohida tayinlanadi, ayrimlar esa faqat arza yoki ma'lumotnoma asosida ko'rib chiqiladi. Masalan, bir pensioner 3 yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasidagi 2 yil staji elektron bazaga kiritilmagan. U odam pensiyaga chiqqanida hisob-kitob faqat tasdiqlangan staj bo'yicha qilingan. Keyinchalik eski ish joyidan arxiv ma'lumotnomasi topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu yerda muhim nuqta shuki, hech kim uyma-uy yurib, sizda eski staj qolib ketmaganmi deb so'ramaydi. Pensioner yoki uning farzandi o'zi qiziqishi, hujjatni yig'ishi va murojaat qilishi kerak. Yana bir misol. Pensionerning bank kartasi muddati tugagan, lekin u buni bilmaydi yoki bankka borishga erinadi. Pensiya tayinlangan, pul ajratilgan, lekin amalda karta ishlamagani uchun pul tushmaydi yoki kechikadi. Odam esa pensiyani bermayapti deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiya organida emas, bank rekvizitida bo'lishi mumkin. Shu sababli 1 avgustdan boshlab har bir pensioner birinchi navbatda kartasini, SMS xabarnomasini, bank hisobini va telefon raqamini tekshirish kerak. Birinchi navbatda minimal pensiya yoki unga yaqin miqdorda to'lov oladiganlar e'tiborli bo'lsin. Chunki davlat tomonidan oshirishlar yoki qo'shimcha kafolatlar ko'pincha eng kam miqdorlar bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, bir kishi 202 ming so'm atrofida pensiya olayotgan bo'lsa, u pensiya miqdori o'zgarganidan keyin yangi eng kam darajaga mos keladimi yoki yo'qmi? Shuni tekshirish kerak. Agar yangi hisob-kitobda unga tegishli summa kam ko'rinsa, u pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, hisob-kitob varaqasini so'rashi mumkin. Ikkinchi guruh ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensiyaga chiqdim, lekin ishlashda davom etyapman. Demak, keyin menga foydasi yo'q deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri bo'lishi mumkin. Agar siz pensiya yoshidan keyin ham rasmiy ishlagan bo'lsangiz,
ish haqi va sug'urta badallari bo'yicha ma'lumotlar keyingi qayta hisob kitobda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik qaysi tartibda amalga oshirilishini va sizning holatingizga tegishli yoki yo'qligini aniqlash kerak. Ayniqsa ish joyingiz sizni rasmiylashtirganmi? Ish haqi konvertda emas, rasmiy ko'rsatilganmi? Elektron mehnat tizimida yozuvlar to'g'rimi? Mana shu savollar juda muhim. 3-guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar va nafaqa oluvchilar. Nogironlik guruhi muddatsiz berilganmi yoki ma'lum muddatgami? Tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumoti tizimga o'tganmi? Parvarish bo'yicha qo'shimcha huquqlar bormi? Bularning hammasi tekshirilishi kerak. Masalan, 1-guruh nogironligi bo'lgan shaxsga ayrim holatlarda parvarish, dori-darmon, imtiyozli xizmat yoki qo'shimcha yordam masalalari chiqishi mumkin. Ammo oiladagilar buni bilmas. Faqat asosiy nafaqani olib yuraveradi. 4-guruh boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu yerda eng ko'p xato ulushlar va hujjatlarda bo'ladi. Masalan, oilada 2 nafar voyaga yetmagan bola bo'lsa, har birining huquqi alohida hisoblanadi. Bola 15 yoshga to'lgandan keyin o'qishni davom ettirsa, ayrim hollarda kunduzgi ta'lim bo'yicha ma'lumotnoma talab qilinadi. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Keyin odam nega pul kelmadi deb hayron bo'ladi. Sabab oddiy. Tizimda bolaning o'qiyotgani tasdiqlanmagan bo'ladi. 5-guruh yaqinda pasport yoki ID karta almashtirganlar, familiyasi o'zgarganlar, manzilni o'zgartirganlar. Bunday o'zgarishlar oddiy ko'rinsa ham to'lov tizimida mos kelmasligi olib kelishi mumkin. Masalan, bankdagi ism familiya bir ko'rinishda, pensiya bazasida boshqa ko'rinishda bo'lsa, ayrim operatsiyalar kechikadi. Shuning uchun hujjat yangilangandan keyin bank va pensiya organidagi ma'lumotlar ham yangilanganini tekshirtirish kerak. Endi kimlar hozircha ortiqcha yugurmasligi mumkinligini ham aytaman. Agar sizning pensiyangiz har oy vaqtida kartaga tushayotgan bo'lsa, kartangiz faol bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, ish stajingiz bo'yicha oldin nizoli masala bo'lmasa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha muddati tugaydigan hujjatingiz bo'lmasa, siz birinchi bosqichda faqat summani solishtirib, SMS xabarlarini kuzatib tursangiz yetarli bo'lishi mumkin. Lekin xavotir olmaslik degani, umuman tekshirmaslik degani emas. Men har bir pensionerga oddiy daftar tutishni tavsiya qilaman. Har oy qaysi sanada qancha pensiya tushdi? Oldingi oy bilan farqi qancha? Bank komissiyasi bo'ldimi? Naqdlashtirishda ushlab qolish bo'ldimi? Shuni yozib boring. Chunki keyin murojaat qilganingizda menimcha kam tushdi degan gap kuchli dalil bo'lmaydi. Aniq sana, aniq summa bank SMS yoki chek bo'lsa, murojaatingiz tezroq ko'rib chiqiladi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi opa 20 ming so'm pensiya oladi. Avgust oyida qo'shnisi menga 20 million 2 ming tushdi, demak sizga ham shuncha tushishi kerak edi deydi. Opa xavotirga tushadi. Lekin tekshiruvda ma'lum bo'ladi. Qo'shnisining ish staji 38 yil, opaning tasdiqlangan staji 26 yil. Qo'shnisida ustama beriladigan ish davri bor, opada esa yo'q. Demak, ikki odamning pensiyasi bir xil bo'lmasligi tabiiy. Bunday vaziyatda to'g'ri yo'l qo'shniga qarab xulosa qilish emas, o'z hisob kitob varaqangizni so'rashdir. Ikkinchi misol. Samarqandda bir amaki 9 ming so'm atrofida pensiya oladi. U ilgari kolxozda ishlagan, keyin qurilish tashkilotida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin korxona tugatilgan. Pensiya tayinlanganda ayrim yillar tasdiqlanmagani uchun hisobga olinmagan. Farzandi arxivga murojaat qilib, ish haqi va ish staji haqida ma'lumotnoma oladi. Shundan keyin pensiya qayta hisoblanadi va amaki har oy biroz ko'proq ola boshlaydi. Bu yerda yutuq bir oyda katta ko'rinmasligi mumkin. Masalan, 70 ming yoki 120 ming so'm. Lekin yiliga hisoblasangiz, bu baqiri-g'irti ming yoki 20 million dirti-g'irti ming so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu doğru oziq, ovqat, kommunal to'lov degani. Uchinchi misol. Bir ayol boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha 2 farzandi uchun to'lov oladi. Katta farzandi o'rinbekachi yoshga to'ladi va kollej yoki universitetning kunduzgi bo'limida o'qiydi. Oila o'qish haqidagi ma'lumotnomani vaqtida topshirmaydi. Natijada to'lov kamayadi yoki to'xtaydi. Keyin hujjat olib borilgandan keyin tiklanishi mumkin, lekin vaqt ketadi, asab ketadi. Oilaning oylik rejasida bo'shliq paydo bo'ladi. Shuning uchun o'qish boshlangan zahoti ma'lumotnomani olib tegishli organga topshirish kerak. 4-misol. Pensioner kartadan pul yechish uchun bankomatga boradi. Karta ishlamaydi. U pensiya tushmagan deb o'ylaydi. Aslida karta muddati tugagan, yangi karta bankda tayyor turgan bo'ladi. Bunday holatda
pensiya jamg'armasiga borib navbat kutishdan oldin bankka qo'ng'iroq qilish yoki bank ilovasida karta holatini tekshirish kerak. Agar karta yopilgan bo'lsa, yangi rekvizit pensiya to'lov tizimiga to'g'ri ulanganini ham aniqlash lozim. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hamma yangilik ham bir kunda kartaga ko'rinmaydi. Agar o'zgarish avgustdan kuchga kirsa, bu har bir pensioner 2 avgust ertalab darhol yangi summani ko'radi degani emas. To'lovlar grafik bo'yicha hududlar va banklar kesimida amalga oshiriladi. Ba'zan qayta hisob-kitob keyingi to'lov bilan birga keladi. Ba'zan farq alohida o'tkaziladi. Shuning uchun birinchi kuniyoq vahima qilish kerak emas. Lekin 7 degan kun davomida umuman o'zgarish bo'lmasa yoki summa tushunarsiz bo'lsa, murojaat qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat, qo'shimcha to'lov degan so'z hamma uchun bir xil emas. Kimdadir bu pensiya oshishi bo'lishi mumkin. Kimdadir kompensatsiya, kimdadir ustama, kimdadir avvalgi davr uchun qayta hisoblangan farq. Masalan, avgust oyida kartaga odatdagidan ko'proq pul tushsa, bu doimiy ravishda har oy shuncha olasiz degani bo'lmasligi mumkin. Bu bir martalik farq bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun tushgan pulning izoni bankdan yoki pensiya organidan aniqlang. Uchinchi nozik jihat, norasmiy vositachilardan ehtiyot bo'ling. Men pensiyangizni oshirib beraman. Qo'shimcha to'lov chiqarib beraman. Arizangizni tezlashtirib beraman degan odamlarga pul bermang. Pensiya va nafaqa masalalari rasmiy organlar orqali hal qilinadi. Agar sizda huquq bo'lsa, hujjat bilan olasiz. Agar huquq bo'lmasa, pul berib ham qonuniy qilib bo'lmaydi. Eng xavflisi, ayrim firibgarlar pensionerning pasport nusxasi, karta raqami, SMS kodi yoki bank ilovasi parolini so'raydi. Hech qachon SMS kodni hech kimga aytmang. Pensiya xodimi ham, bank xodimi ham sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. 4-nozik jihat, qarzdorlik va majburiy ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar pensiyasi oshganini ko'radi, lekin qo'lga oladigan summa baribir kam bo'ladi. Sabab aliment, kredit, ijro hujjati yoki boshqa qonuniy ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bu holatda pensiya oshmadi deb emas. Hisoblangan summa qancha, ushlab qolingan summa qancha tekshirish kerak. Bankdan ko'chirma oling. Ijro byurosi yoki tegishli tashkilotdan qarzdorlik holatini aniqlang. 5-nozik jihat, ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar yosh yoki sog'lig'i sababli pulni farzandi yoki yaqiniga ishonchnoma orqali oldiradi. Ishonchnomaning muddati tugagan bo'lsa, to'lov jarayonida muammo chiqishi mumkin. Shuningdek, pensioner vafot etgandan keyin uning kartasidan pul yechish qonuniy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Oila a'zolari bunday holatda darhol tegishli organlarga xabar berishi va qonuniy tartibni bajarishi kerak. 6-nozik jihat, chet elga vaqtincha ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda bo'lsa, to'lov tartibi, tasdiqlov hujjatlari va bank amaliyotlari bo'yicha alohida talablar bo'lishi mumkin. Ayniqsa karta boshqa davlatda ishlatilsa, bank xavfsizlik sabab operatsiyani cheklashi mumkin. Shuning uchun ketishdan oldin bank bilan bog'lanib, karta ishlash muddatini va aloqa raqamini tekshirib qo'yish kerak. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3 oydagi pensiya tushumlarini solishtiring. Iyulda qancha tushdi? Avgustda qancha tushdi? Farq bormi? Sanasi qaysi kun? SMS xabarda nima yozilgan? Agar bank ilovangiz bo'lsa, ko'chirmani yuklab oling yoki bankdan chop ettirib oling. Agar ilovadan foydalanmasangiz, farzandingizdan yordam so'rang. Lekin parol va SMS kodni hech kimga bermang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki tegishli ma'lumot, bank kartasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha hujjat, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha tug'ilganlik guvohnomalari, o'qish ma'lumotnomasi, nikoh yoki familiya o'zgarishi hujjatlari tartibda bo'lsin. Hujjatlarning nusxasini alohida papkaga solib qo'ying. Asl hujjatni har joyga topshirib yubormang, faqat zarur bo'lsa ko'rsating. 3-qadam, agar summa tushunarsiz bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda shunday yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdori va 1 avgustdan keyingi qayta hisob-kitob bo'yicha tushuntirish berishingizni, hisob-kitob varaqasini taqdim etishingizni so'rayman. Bu gap oddiy, lekin juda muhim. Chunki siz umumiy shikoyat qilmayapsiz. Aniq hujjat va aniq izoh so'rayapsiz. 4-qadam, agar ish tajingiz bo'yicha shubha bo'lsa, eski ish joylaringiz ro'yxatini tuzing. Qaysi yillarda qayerda ishlagansiz, tashkilot nomi nima edi? Hozir u tashkilot bormi yoki tugatilganmi? Qaysi tuman yoki shaharda joylashgan edi?
Agar tashkilot tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilish kerak bo'ladi. Arxiv ma'lumotnomasida ishga qabul qilingan sana, bo'shatilgan sana, lavozim, ish haqi ma'lumotlari bo'lsa, pensiya hisobida yordam berishi mumkin. 5-qadam. Bank bilan bog'liq masalalarni alohida tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Telefon raqamingiz bankda to'g'rimi? SMS xabarnoma yo'qilganmi? Plastik karta yoki Humo Uzcard rekvizitlari yangilanganmi? Agar yangi karta olgan bo'lsangiz, pensiya aynan shu kartaga bog'langanini aniqlang. Ba'zan odam yangi karta oladi, lekin to'lov eski hisobga ketishda davom etadi. 6-qadam. Rasmiy manbalarni kuzating. Mahalla xodimi aytgan gap, qo'shni aytgan gap, Telegramdagi noma'lum kanal yozgan xabar muhim bo'lishi mumkin. Lekin oxirgi qaror rasmiy hujjat va rasmiy izoh bilan tasdiqlanadi. Shuning uchun prezident farmoni, hukumat qarori, pensiya jamg'armasi, iqtisodiyot va moliya vazirligi banklarning rasmiy e'lonlarini tekshirish kerak. Agar internetdan foydalana olmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli yaqinlaringizdan rasmiy manbani ochib berishni so'rang. 7-qadam. Murojaatni og'zaki emas, yozma qiling. Albatta borib so'rash mumkin, lekin murakkab masalada yozma ariza kuchliroq. Arizada ish, pasport ma'lumoti, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, muammo mazmuni va talabingiz aniq bo'lsin. Masalan, avgust oyida pensiyam oldingi oyga nisbatan o'zgarmadi. 1 avgustdan keyingi o'zgarishlar menga tatbiq etilgan yoki etilmaganini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozing. Ariza nusxasini o'zingizda qoldiring, qabul qilingan sanani belgilatib oling. 8-qadam. Oilada bitta mas'ul odam belgilang. Keksa ota-ona hujjat bilan qiynalmasligi uchun farzandlardan bir pensiya, bank, shifokor, arxiv masalasini tartib bilan yuritsin. Lekin bu odam hamma narsani shaffof qilsin. Qancha pul tushdi? Qancha yechildi? Qaysi hujjat topshirildi? Qaysi javob keldi? Bu oilaviy ishonch uchun ham, pensionerning huquqi uchun ham muhim. Ko'pchilik so'raydi. Agar avgustda pulim oshmasa, demak menga tegishli emasmi? Men javob beraman. Darhol bunday xulosa qilmang. Avval to'lov grafikini, hisob-kitobni va sizning toifangizga o'zgarish tatbiq etilishini tekshiring. Ba'zan farq keyinroq keladi. Ba'zan sizning pensiya turi bo'yicha o'zgarish boshqacha hisoblanadi. Ba'zan esa hujjat yetishmaydi. Yana bir savol. Qo'shnim ko'proq oldi. Men kam oldim. Nima qilay? Qo'shningiz bilan taqqoslashni to'xtating. Siz o'z stajingiz, ish haqingiz, pensiya turi, ustama huquqingiz, ushlab qolishlaringiz bo'yicha tekshiring. Pensiya shaxsiy hisob-kitobdir. Bir mahallada yashash, bir yoshda bo'lish yoki bir vaqtda pensiyaga chiqish bir xil pul olishni anglatmaydi. Yana so'rashadi. Menga telefon qilib. Yangi to'lov chiqishi uchun karta raqamimni so'rashdi. Bersam bo'ladimi? Karta raqamining o'zi ham ehtiyotkorlik bilan beriladi. Lekin eng muhimi, SMS kod, karta muddati, CV kod, bank ilovasi, paroli hech qachon berilmaydi. Davlat to'lov chiqishi uchun sizdan SMS kod so'ralmaydi. Kim SMS kod so'rasa, u xavfli. Yana bir savol. Men uyda yotaman, bora olmayman, nima qilaman? Bunday holatda yaqin qarindoshingiz ishonchnoma orqali yordam berishi mumkin. Ayrim xizmatlar onlayn yoki vakil orqali bajariladi. Shuningdek, mahalla ijtimoiy xodim pensiya jamg'armasi hududiy bo'limi bilan bog'lanib, imkoniyatlarni so'rash kerak. Muhimi muammo ichingizda qolmasin, rasmiy murojaat bo'lsin. Bugungi eng muhim gap shuki, 1 avgustdan keyingi o'zgarishlarda har bir pensioner o'z summasini tekshirishi, hujjatlarni tartibga keltirishi, bank kartasini nazorat qilishi va kerak bo'lsa yozma murojaat qilishi kerak. Hamma to'lov bir xil emas, hamma oshirish bir xil hisoblanmaydi. Hamma qo'shimcha pul avtomatik tushavermaydi. Kim o'z huquqini bilsa, u ortiqcha navbatda turmaydi. Firibgarga aldanmaydi. O'ziga tegishli pulni vaqtida oladi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq kartangizni tekshiring, oxirgi tushumlarni yozib oling, hujjatlaringizni bir papkaga yig'ing. Agar staj yoki summa bo'yicha savol bo'lsa, pensiya jamg'armasidan hisob-kitob varaqasini so'rang. Shu oddiy qadamlar ko'p muammoning oldini oladi. Sizda avgust oyida pensiya yoki nafaqa miqdori o'zgardimi? Pul vaqtida tushdimi yoki kechikdimi? Qaysi hududda qanday yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot pensionerlar uchun haqiqatan ham muhim.